Yoqamizga dublerin yopishtirdik, chetlarini choklab oldik. Ana endi yoqa bo'yin o'yindagi ulashimiz kerak 0,5 sm. Qizlar qaranglar, mana bizning markazimiz. Demak, shunga 1 sm-gina o'tkazdik. Sababi, hozir tikib bo'lganimizdan keyin buni mana bu holatida yana dalsha tikib ketishimiz kerak. Aynan mana shuning uchun ham mana markazdan 1 sm-gina o'tkazib, bulavkalab oldik. Ana endi tikamiz. Mana bo'ldi. Tikib oldik. Ana endi nima qilamiz qizlarjonlar? Aynan mana shu joyni, yoqani, mana tegi-tegisi qoladi-da, yoqani 0,2 sm da kesib chiqamiz bir qavatini. Kesib oldik. Ana endi обработкасini qilamiz. Yoqani обработкасы uchun kosoy lentichka olamiz, 2 ga buklaymiz va shu yoqani boshlanishidan 0,5 sm da tikib ketamiz. Bu nima beradi qizlarjonlar? Bu esa mana bunaqasiga mana bu chokadan tikkanimizda bundoq qilib обработкасini yopish uchun kerak bo'ladigan narsa. Ya'ni overlossiz qilinadigan narsa. Agar siz yo'q, menga overlo ham bo'laveradi desangiz, unda mana shu yerdan shundoq birinchi qismini kesmasdan overlo qilasiz va bundoq qilib qayiltirib orqasidan обязательно chok berasiz. Yoqani ham hamma burchaklarini har doim uchini olib tashlaymiz. Mana. Ana endi qiladigan ishimiz, qaranglar. Mana akkuratni mana buni sanaq qilyapti. Dazmol qilamiz va dazmol qilganimizdan keyin mana shu joyiga shunday chok strochka berib chiqamiz. Mana qizlarjonlar, dazmol qilib keldim. Mana hozir endi mana shu boshidan 0,5 strochkada choklab chiqamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 0,5 strochkada bundoq qilib choklab ketamiz. Bu ham yoqani chiroyli ko'rsatib beradi, mana aylanishiga yordam beradi va undan da tashqari ichki choklari juda akkuratni chiqadi. Qizlarjonlar, yoqamiz. Hali kiyimcha tayyor emas, lekin yoqa tayyor. Обработкасini ko'rishingiz mumkin. Mana idealni.